Bemorimiz 50 yoshlar. Kayfiyatingiz qanaqa? Yaxshi. Amaliyotdan oldingi qo'rquv yo'qmi? Yo'q, qo'rquv yo'q. Necha yilga yosharmoqchisiz? 15-20 yil bor. Xudo xolasa. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana navbatdagi amaliyotimizni boshlayapmiz. Bemorimiz 50 yoshlar. Yuzda mana shu osilgan ajinlar, osilgan muammolar bilan bu kishi bizga murojaat qilganlar. Bemorimizni xudo xolasa bu kishini endoskop yordamida ikkita qosh kompleksini, ikkita qoshni lateral sohani chiroyli qilib tortib, yonoq anatomiyasini, yonoq ravoqlarini, yonoq dugasini chiroyli qilib shakllantirib beramiz. Brilliya lunj sohalarini albatta yon tomonga tortib beramiz. Ikkinchi sheyani, ikkita lateral sohani yon tomonga tortib, smas platizmoplastika amaliyotini bajarib beramiz. Bemorimiz 50 yoshlar. Opajon qanaqasiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, xudoga. Kayfiyatingiz qanaqa? Yaxshi. Amaliyotdan oldingi qo'rquv yo'qmi? Yo'q, qo'rquv yo'q. Qayerdan bizani ko'rib keldingiz? Sizlar biza Instagramdan kuzatdik. Bolalarim bilan hammasini nima. Shu siz ishlaysiz ma'qul? Qanchadan beri kuzatasiz? O'zim 2 yildan beri kuzatamiz doim shu plastik bo'yicha, lekin sizniki ma'qul bo'lganiga keldik. Xudo xohlasa necha yilga yosharmoqchisiz? 15-20 yil bor. Xudo xolasa. Albatta 15 yilga yoshartirib beramiz. Kuzatib boring, natijasini qo'yib boramiz.